Baranga guruch cho'p qo'rma tayyorlash. Endi shunning tayyorlash bosqichiga kelsak, avval yana shu guruch cho'pimizni ham suvga chilab qo'yamiz. Chilab bo'lgan keyin yana shu qaynayotgan qaynoq suvimizni ichiga silib, buni pishirib olamiz. Pishirib olgan keyin buni yana shu chiqachimizga suzib elib olamiz. Amdilik bo'lsa ham 2 tal tuxumni yaxshilatda chilib olamiz. Yana shu qozimizga 2 qo'shib atrofdan moy qo'yib olgan keyin, onda ham shu tuxumimizni shu qozimizga qo'yib, buni pishirib olamiz. Ham shu qo'rib olamiz. Buni qo'rib bir taqsimizga elib olamiz. Amlik bo'lsa yana shu qozonlarga ham 2 qo'shib atrofda suv moy qo'yib olgandan keyin yana buni ichiga ham ushaq to'g'ralgan so'ng piyoz, zanjibil, ham shakal badiyana bular ushaqlar to'g'ralgan keyin bularni qurib salolat purqin chiqarib olamiz. Ondan yana buni ustiga ham shu qalam chiqib to'g'ralgan qo'y go'shtimizni silib, buni salolatda buni pishirib olamiz. Amlik bo'lsa buni ustiga yana shu tetim suv, yana ochiq suv, bularni oz miqdorda qo'yib, buni yana biz bir aralashtirib qo'rib olamiz. Amlik bo'lsa pishiqlab ishlangan qayza, yana shu mayliq yesivlakka bularni sovib, bir buni qo'rib olamiz. Endi bo'lsa buni ustiga bayon qilib pishirib tayyor qilib olgan shu guruch cho'pimizni buni ustiga qo'yamiz. Yana buni ustiga bayon pishirib tayyor qilib olgan shu tuxumni silib buni tashyolatda aralashtirib olamiz. Mana shunday aralashtirib oldik. Yana buni ustiga muvofiq miqdorda yana bir qo'shib atrof tuzni silib olamiz. Onda yana shu bir qo'shib atrofdan shu tetimiz va bularni qo'yib olgandan keyin shu tasholatda bularni aralashtirib yana shuni ustiga yana shu o'zinglar yaxshi ko'rsang, ochcharoq yaxshi ko'rsanglar shu qizil much yog'i, yana shu qizil much yog'ni shu ko'prak holatda qo'yib buni tasholatda aralashtiramiz. Aralashtirib yana buni qaynatib shu pishiqchalatda buni musholatda pishiramiz. Buni suv qo'shmaymiz, musholatda pishirib olamiz. Endi buni ham shu taqsanlarga usib, endi buni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mushada oyoqlashdi.